Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz a'zolari, kirib kelgan Ramazon oyi barchangizga qutlug' va muborakli bo'lsin. Xo'p, hozirgi kecha kunduzda bizda sotiladigan Rabochiy noutbuklarni narxlari, holatlari bilan sizlarni tanishtirib o'tamiz. YouTube'ga o'rtacha 1 oy, 2 oydan beri video qilolmayotgandik. Biroz texnik taraflarimizni sozlab, oz-moz bo'lsa ham YouTube'ga erishganimizni ko'rsatib o'tamiz. Do'konimizda mahsulotlarimizni ham turlarini ancha ko'paytirdik. Video davomida ko'rishingiz mumkin. Xo'p, hozirgi kecha kunduzda kompyuterlarning SSD hamda operativka ehtiyot qismlari oshib ketgani hisobiga bu noutbuklarga ham ta'sir qilyapti. Misol uchun, hozir oddiy qilib aytganda, yangi noutbuklarimiz o'rtacha $50 har birining narxi ko'tarilgan. Misol eski narxiga nisbatan. Xo'p, biz shuni inobatga olgan holatda, yaxshi holatda, ozginadan ishlatilgan Rabochiy noutbuklarni mijozimizga taklif qilyapmiz, mijozlarimizga. Va bular buni ko'pchilik to'g'ri tushungan holatda foydalanib, maza qilib ishlatishyapti. Navbatdagi noutbukimiz, misol uchun, shu Lenovo, buni asosan ofis ishlariga, yozuv-chizuv, dokument ishlariga, o'qituvchi, talabalar yoki yangi kompyuterda o'rganuvchilarga olib berilsa, maza qilib ishlatishadi. Celeron protsessor, 4 operativga 256 M2 NVMe holatlari ko'rib turganingizdek, a'lo darajada, misol yaxshi holatda turibdi, urinib ketmagan. Misol uchun mana salapallarigacha bir xil joylarida turib ekan. Xo'p, keyingisi ham xuddi shu noutbukdan bir xil holatda 4 operativga 256, buni ham holatlari ancha yaxshi. Misol uchun ko'rib turganingizdek, web kameralarigacha hali ochib foydalanilmagan. Korobka dokumentlari poklarigacha turibdi. Uchinchi noutbukimiz ham shunaqangi yaxshi holatda. Buni bir dona aybi, ayb deyilmaydi. Misol uchun endi texnika bo'lgandan keyin orada ekran sinib qolganda yangi ekran qo'yilgan, plyonkalarigacha ko'rishlar mumkin turibdi. Buni ham holatlari yaxshi. Xo'p, narxlariga keladigan bo'lsak, hozirgi kecha kunduzda bu noutbuklarimizni yangisini o'zimiz o'rtacha shu HP modelidagisini 3.400.000 so'mgacha sotib turibmiz mijozlarga taklif qilib. 3.300.000, 3.400.000. Xo'p, endi shuni inobatga olgan holatda bu kompyuterlarimizni narxlari holatiga qarab, misol uchun mana ekran qo'yilgani bunlarga nisbatan $5-10 gacha arzon bo'lishi mumkin, lekin ishlashiga umuman ta'sir qilmaydi. Xo'p, bu noutbukimiz 2.700.000 so'm, 2.600.000 so'm hamda buni 2.500.000 so'mga bemalol taklif qilib mijozlarimizga tavsiya eta olamiz. Navbatdagi noutbukimiz Acer brendidan Intel Core i5 13-avlod 8/512 8 GB operativga DDR5. Xo'p, ekran dyumlari 16 dyumni tashkil etadi. Holatlari a'lo darajada, ozgina ishlatilgan, o'rtacha tinimsiz ishlagan vaqti 10 soatni tashkil etadi. Xo'p, Windowslarni qilib tayyor holatga keltirib qo'yganmiz. Xo'p, buni narxiga keladigan bo'lsa, hozirgacha kunduzda, misol uchun, yangi i3 noutbuklarimiz ham $400 gacha sotilmoqda, 390-400. Biz i5 noutbukda bo'lsa, $390 ga berib olishga tayyor. O'zbekiston bo'ylab dastavkalari ham bor. Hop, navbatdagi noutbukimiz HP dan Pavilion seriyasi. Korobkaga e'tibor bermaysizlar, bu boshqa noutbukning korobkasi. O'ziniki ham bor lekin. Hop, 16 ga 1 terabayt bo'ladi, 14 dyumli, 360 ga aylanadi, ekranlari sensorli. Ko'rishlar mumkin. Holatlari a'lo darajada, barmog'ingiz skanerlarigacha bor. Xo'p, ushbu noutbukimizni $400 qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavkasi bor. Xo'p, sizlarga aytgan biroz texnik yangilanishimiz, shu videolarimiz sifatli chiqishi uchun, sizlarga mahsulotlarni yaxshi holatda taqdim etish uchun, ko'rsatish uchun iPhone 17 Pro Max xarid qildik. Ozroq ishlaganini ko'ramiz. Ko'rishlar mumkin. Do'konimizda ham o'zgarish bor, ozgina platalarda joyi hamda bu stelajimiz bu tarafda turardi, bu yoqqa oldik. Ramazon muborak yozuvlari hamda keyslarimiz, monobloklarimiz va bu yerda tayyor zborkamiz ham bor. Hamyonbop narxda buni ham taklif etamiz, ko'rishlaringiz mumkin. Parametrlarini ko'radigan bo'lsa, Intel Core i3 12-avlod
16 gigabayt operativka, 8 dan 2 ta. Xo'p, videokartamiz byudjetli RX 588 gigabayt. Xotiramiz M2 NVMe 128, xohlovchilarga 500 yoki 1 terabaytli hard qo'shib berishimiz mumkin. Klaviatura, mishka, monitorimiz esa yangi. Lekin bu kompyuterimiz ham juda unaqa urinib ketmagan, ko'rishlar mumkin. Holatlari a'lo darajada turibdi. Hop, ChatGPT bilan parametrini yozib so'raganimda o'rtacha CS:GO'da 100-150 o'rtacha nastroykada 100-150 FPS berishini aytdi. 600 wattli blok pitaniyasi ham mavjud. Monitorimiz 24 dyumli 120 Hz kurvet monitor hisoblanadi. Biroz qiyshiq ko'rsalang. Klaviatura, mishka membranali, ovoz uncha chiqmaydi, ko'rishlar mumkin. Hali aqtimagan. Kompyuterimiz ishlashi esa a'lo darajada. Qatimasdan ishlayveradi. Xo'p, bizda hozircha shunaqangi yangiliklar. Bizni kuzatishda davom eting. Like bosib, obuna bo'lib qo'ysangiz juda ham xursand bo'lamiz. Xo'p, bu tarafda esa printer, laminat hamda periplyot apparatlarimiz bor. Monitorlarimiz 27 2K li monitorlarimizgacha. Bu tarafda esa xo'p, Immer'dan Full HD 200 Hz li, Redmi'dan 24 100 Hz li monitorlarimiz ham mavjud. Do'konimiz Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida joylashgan. Oltiariqda markazidan kelaverishda 2-marta svetofordan o'tishingizga o'ng qo'lda. Bu tarafi esa Pavarot tarafdan kelaverish. Yonimizda o'sha mashhur ot go'shti qassobxonasi bor ekan. Barchangizni do'konimizda kutib qolamiz. Shunaqangi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun Hilol Tech kanaliga obuna bo'lib qo'ying. Hamyonbop narxdagi sifatli mahsulotlarni xarid qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka xizmatimiz ham mavjud.